Bemorimiz kelganda shikoyati burunni yaxshi nafas olmaydi, doimo og'zini ochib nafas oladi. Tez-tez shamollash, tez-tez tomoq og'rishi, har shamollaganda quloqqa asorat berish shikoyatlar bilan kelishgan. Tekshirganimizda gigant adenoid, tayinli murtalar, ya'ni bodomsimon bezlari anginasi kattalashib ketgan, o'ng qulog'ida pardasi orqasi suyuqlik aniqlandi. Mana ko'rishingiz mumkin, adenoidni jarohat qilgan holatda tugatdik. Juda ham katta adenoid edi. Olib tashladik, burun yo'llari ochildi. Mana operatsiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Burundagi gigant adenoiddan xalos etdik bolamiz. Endi burundan bemalol nafas oladi. Undan tashqari anginasini bir qismini oldik. Anginasi kattalashib ketgandi va o'ng qulog'ida suyuqlik bor edi. Shu suyuqlikdan ham xalos etdik. Endi bemalol eshitadi va burundan bemalol nafas oladi.